Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, efirda kun mavzusi ko'rsatuvi. Bugungi mavzuda biz xavfsiz xonadon va harbiy vatanparvarlik oyligi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida suhbatlashamiz. Shu maqsadda bugun studiyamizga viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Ilhom Boqiyev hamda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bo'lim inspektori Jonibek Boltayevlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Xavfsiz xonadon oyligi tadbirlari to'g'risida qilingan ishlar bo'yicha ma'lumotlar berib o'tsangiz, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Bilamizki, yurtimizda, respublikamizda 1-yanvardan 31-yanvargacha xavfsiz xonadon oyligi o'tkazilishi belgilangan. Shu jumladan Samarqand viloyatida ham bu bo'yicha qator ishlar, qator reja grafiklar asosida profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan joriy yilning o'zida, o'sha joriy yilning 1-yanvaridan bugunga qadar xavfsiz xonadon oyligi bo'yicha yurtimizdagi barcha xonadonlarda targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirilmoqda. Bu bo'yicha gapiradigan bo'lsak, shu xonadonlarda olib borilayotgan profilaktik tadbirlar biz o'sha mahallabay tadbirda profilaktik tadbirlar tashkil etmoqdamiz. Ya'niki o'sha sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlar, yong'inlar soniga qarab o'sha mahallalar qizil, sariq, yashil hududlarga ajratib olingan va biz dastlab profilaktik tadbirlarni aynan qizil toifadagi mahallalarda boshlaganmiz. Ya'niki o'sha favqulodda vaziyatlar, yong'inlar sonidan kelib chiqqan holatda ushbu tadbirlarni keng miqyosda olib bormoqdamiz. Demak, o'sha yong'in xavfsizligi talablari, yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etish, aynan aholi xonadonlarida sodir bo'layotgan yong'inlar soni ko'pligi sababli aynan yanvar oyida xavfsiz xonadon oyligi o'tkazish belgilab berildi va ushbu oylik doirasida keng qamrovli profilaktik tadbirlar tashkil etilmoqda. Nafaqat xonadonlarda, balki barcha ijtimoiy soha obyektlarida aholi gavjum yig'iladigan tadbirkorlik subyektlari bo'ladimi, boshqa hududlarda bo'ladimi, bu kabi tadbirlar amalga oshirilmoqda. Faqatgina profilaktik tadbirlar bilan cheklanmasdan joylarda maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari tashkil etilmoqda. O'quv mashg'ulotlarida bevosita o'sha ta'lim muassasalari bo'ladimi yoki boshqa korxona tashkilotlari bo'ladimi, o'tkazilayotgan o'quv mashg'ulot jarayonlarida o'quvchi yoshlar yoki ishchi xodimlarga aynan yong'in sodir bo'lsa yoki favqulodda vaziyat sodir bo'lsa, qay tipda harakatlanish, qanday choralar ko'rish yoki bo'lmasam bu kelib chiqmasligi uchun yoki talofatlar yiriklashib ketmasligi uchun qanday oltin qoidalarga rioya qilish kerakligi yuzasidan ularga tushuntirishlar berib borilmoqda. Bu o'quv mashg'ulotlari orqali o'sha yoshlarda yoki bo'lmasam ishchi xodimlarda favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakatlanish bo'yicha bilim, ko'nikmalar shakllanib bormoqda hamda o'sha yoshlarimizda qutqaruvchi kasbiga qiziqish yoki bo'lmasam o'sha bolalarni, yosh o'quvchi yoshlarni yoshligidan o'sha qutqaruv kasbiga ko'niktirish ishlari olib borilmoqda. Chunki biz bilamizki, o'sha faqatgina o'sha maxsus forma kiygan yoki maxsus tayyorlanganlar emas, har bir fuqaro kerak bo'lsa hayoti davomida ko'plab insonlarni qutqarishga, ya'ni qutqaruvchi vazifasida faoliyat olib borilganligini bizlar ko'rishimiz mumkin. Ushbu bu tadbirlarimiz jarayonida mana o'z samarasini bermoqda. Ya'ni o'sha o'tgan yili ham o'sha yil misolida aytadigan bo'lsak, o'tgan yil davomida o'sha ketma-ket profilaktik tadbirlarni kuchaytirilgani, o'sha yong'in xavfsizligi oyligini o'tkazilganligi yoki favqulodda vaziyatlar profilaktikasi oyligi o'tkazilgandi yoki yong'indan ogohlik umumiy kampaniyasi tadbirlari olib borganligi natijasida o'tgan yili sodir bo'lgan yong'inlar soni avvalgi yillarga nisbatan kamayganligini biz ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari mana shu aynan xavfsiz xonadon oyligi doirasida mana 10 kundan oshiq kun davomida ushbu oylik doirasida profilaktik tadbirlar tashkil etilgan bo'lsa, mana hozir o'tgan yilga nisbatan taqqoslaydigan bo'lsak, yong'inlarimiz soni 50% ga yaqin kamayganini guvohi bo'lmoqdamiz. Demak, ushbu olib borilayotgan profilaktik tadbirlarimiz o'zini samarasini bermoqda. O'sha fuqarolarimiz olib borilayotgan profilaktik tadbirlarga e'tiborli bo'lib, hushyorlik bilan o'sha xonadonlarida gaz moslamalari yoki elektr moslamalaridan xavfsiz foydalanishlari natijasida o'sha fuqarolarda yong'in xavfsizligi madaniyati yanada yaxshi shakllanishi natijasida mana yong'inlarimizni 50% ga qisqarishiga erishdik. Bu oylik doirasida profilaktik tadbirlar yanada kuchaytiriladi, yanada davom ettiriladi.
bundan asosiy maqsadimiz fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, o'sha fuqarolarda o'sha xavfsizlik madaniyatiga rioya qilish bo'yicha ko'nikmalarni oshirib borishga qaratilgan. Shuningdek, bu tadbirni o'tkazishdan maqsadimiz, bilamizki, hozir qish mavsumi, isitish mavsumida aholi xonadonlarida havo gaz aralashmasining chaqnashi, is gazdan zaharlanish hamda yong'inlar bilan bog'liq bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olishimiz kerak. Mana shu maqsadda Xavfsiz xonadon oyligi tadbirini o'tkazmoqdamiz. Mana umuman qutqaruvchilik haqida gapirdingiz. Mana shu qutqaruvchilik kasbi bo'yicha ham umuman qiziqqanlar ishga qanday qabul qilinadi? Umuman shu tartibida gapirib bersangiz. Bizga favqulodda vaziyatlar xodimlari, biz bilamizki, bu har qanday shaxs ham qutqaruvchi kasbini egallab keta olmaydi, chunki qutqaruv jarayonlari shunaqa xavfli jarayonlarki, qutqaruvchiga ham ruhan, ham jismonan chiniqish talab etiladi. Shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, qutqaruvchi kerak bo'lsa o'z jonini fido qilib ham fuqarolarning hayotini saqlab qolishga kirishadi. Demak, bunday qutqaruvchilar mard, jasur, har tomonlama vataniga, o'sha xalqiga xizmat qila oladigan yigitlar tanlab olinadi. Favqulodda vaziyatlar aynan qutqaruvchi kasbiga, ushbu qutqaruvchi kasbiga tayyorgarlik jarayonlari yoki ishga kirish tartibi tanlov asosida amalga oshiriladi. Tanlov jarayonlari bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Misol uchun, uning bo'yi, vazni yoki bo'lmasam o'sha jismoniy tayyorgarlik darajasi, uning psixologik tayyorgarlik darajasi, bilim darajasi o'rganilgan holda eng asosiy muhim jihatlardan biri uning sog'lomligi, ya'ni tibbiy tekshiruvlardan o'tgandan so'ng aynan qutqaruvchi kasbiga qabul qilinadi. Bu qutqaruvchi kasbiga tayyorgarlik jarayonlari bevosita nima deydi, o'sha favqulodda vaziyatlar boshqarmasining kadrlar bo'limi tomonidan, o'sha saralash komissiyasi tomonidan saralab olinadi. Ushbu ko'plab murojaatlar bo'ladi. Biz qanday o'sha qutqaruvchi kasbiga ishga kirsak bo'ladi deb. Bu jarayonlar tanlov asosida bo'ladi bizda. O'sha tanlov o'tkazish vaqtlari o'sha nima orqali, ommaviy axborot vositalari orqali e'lon beriladi. Ya'ni bizda misol uchun qaysidir sanada, qaysidir hududda o'sha saralash bo'lishi, ya'ni tanlov amalga oshirilishi bo'yicha e'lonlar beriladi va e'longa muvofiq kelgan fuqarolardan o'sha ketma-ketlikda tanlovlar asosida o'sha dastlab bo'yni o'lchash, keyin sport jismoniy chiniqishlarini baholash, undan keyin psixologik tayyorgarligi va ketma-ket o'sha jarayonlar davomida uning qutqaruvchi kasbiga egallab ketishi yoki ushbu tanlovlardan o'tgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi aynan qutqaruvchi kasbiga egallab ketishi mumkin bo'ladi. Ushbu jarayonlarda umuman yana qo'shimcha murojaatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, fuqarolarimiz umuman seshanba va payshanba kunlari o'sha kadrlar bo'limi qabul kunlari Samarqand viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga borib, o'sha kadrlar bo'limiga seshanba, payshanba kunlari murojaat qilsalar, bevosita yana qo'shimcha umuman qanday tartibda kira olish mumkinligi ishga ochiqcha ma'lumotlar taqdim etib boriladi. Umuman yana bir oylik bor, aynan mana shu dekabr, yanvar oylarida o'tkaziladigan harbiy vatanparvarlik oyligi doirasida qanday tadbirlar amalga oshirilyapti? Umuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari, umuman shahar tuman bo'limlari tomonidan aynan harbiy vatanparvarlik oyligi doirasida joylarda ko'plab ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Bularga to'xtaladigan bo'lsak, aynan o'sha yoshlarni qutqaruvchi kasbiga qiziqtirish maqsadida o'sha o'quvchi yoshlar bilan uchrashuvlar, aynan favqulodda vaziyatlar xodimlari, qutqaruvchilar, qutqaruvchi va yoshlar uchrashuvlari, rahbar yoshlar uchrashuvi, uch avlod uchrashuvlari yoki bir bizni qutqaruvchilarimiz bir nima deydi, yaxshi natijalarga erishgan qutqaruvchilarimiz yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil etilib, bundan tashqari mening dadam harbiy xizmatchi kabi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Butun o'sha shahar tumanlarimizda, viloyat miqyosidagi barcha hududlarda. Aynan bu tadbir tashkil etilishidan asosiy maqsad, ya'ni 15-dekabrdan 15-yanvargacha ushbu oylikda o'tkazilishi o'sha yoshlarimiz bo'ladimi,
yoki bo'lmasam boshqa fuqarolarimiz bo'ladimi, ularda o'sha vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish. Bunda barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan hamkorlikda joylarda katta festivallar o'tkazilib, profilaktik tadbirlar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Bu borasida o'sha favqulodda vaziyatlar xodimlari ham joylarda faol ishtirok etib, ushbu yoshlarni qutqaruvchi kasbiga qiziqtirib borish bo'yicha keng qamrovli tadbirlar tashkil etilmoqda. Bu tadbirlarga o'sha bizni maxsus texnikalarimiz, asbob anjomlarimiz jalb qilinmoqda. Bu o'sha tadbirlar jarayonida yoshlar bevosita o'sha qutqaruv asbob anjomlari, texnikalari, qutqaruv jarayonlarining o'ziga yarasha mashaqqatlari, qiyinchiliklari bilan tanishib olish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Bu yoshlarda o'ziga yarasha ko'plab qiziqishlarni uyg'otmoqda va yoshlarimizda aynan ushbu kasbni egallashga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Men bevosita o'sha tadbirlarni o'tkazish jarayonida guvohi bo'lmoqdamanki, ko'plab yoshlarimiz qanday bu kasbni egallash mumkin, qanday qutqaruvchi bo'lsam bo'ladi degan ko'plab savollarni ham berishyapti. Demak, ushbu o'tkazilayotgan harbiy vatanparvarlik oyligi, ya'ni 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni arafasida o'tkazilayotgan ushbu tadbir ham o'z samarasini berib, o'sha yoshlarimizda o'sha vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish, ularda vatanga muhabbat, o'sha sadoqat bilan xizmat qilish bo'yicha tuyg'ularni shakllantirishga xizmat qilib bormoqda. Rahmat. Umuman mazkur oyliklar doirasida qanday targ'ibot tadbirlari yoki profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda? Shu xususda ham ma'lumot berib o'tsangiz. Ushbu jarayonlarda biz bilamizki, olib borilayotgan profilaktik tadbirlarimiz samara berishi uchun bevosita o'sha olib borilayotgan tadbirlarga yoki mutaxassislar tomonidan berilayotgan tavsiyalarga fuqarolarimiz beparvolik qilmasdan har bir berilayotgan tavsiyalarga qat'iy rioya qilsalar, ko'plab baxtsiz hodisalarni oldini olgan bo'lamiz. Bizda ko'plab shunaqa holatlar sodir bo'ladiki, biz olib borgan tadbirlarimizga fuqarolarimiz beparvolik bilan qarash yoki bo'lmasa bu holat men bilan sodir bo'lmaydi degan bir o'ziga bir yot g'oyalarni singdirishi oqibatida bu fuqarolarning uyida yong'in yoki favqulodda vaziyat yoki turli ko'ngilsiz holatlarni sodir bo'lganligini guvohi bo'lganmiz. Shunday ekan, mana bizni hozir tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizdan shuni so'rab qolardikki, har bir favqulodda vaziyatlar xodimi o'sha sizni xonadoningizga boradimi yoki ta'lim muassasasida bo'ladimi yoki qanaqa korxona tashkilotda bo'ladimi, siz bilan birgalikda o'sha xavfsizlik qoidalariga rioya etish bo'yicha tavsiyalar berdimi? Ushbu tavsiyalarni chuqur bir o'ylagan holda meni xonadonimda ham yong'in sodir bo'lmaydimi yoki men bilan mana shunaqa bir ko'ngilsiz holat sodir bo'lmaydimi degan bir savolni o'ziga bergan holda qat'iy rioya qilsa xavfsizlik qoidalariga, o'ylaymizki, mana shu oylik davomida yoki yil davomida ham viloyatimiz hududida turli xil ko'ngilsiz holatlar yoki favqulodda vaziyatlarni oldini olgan bo'lamiz. Shu maqsadda mana shu tomoshabinlarimizga hozir qanday qoidalarga rioya qilishimiz kerak degan bir savollar ham paydo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Demak, dastlab o'sha asosiy bir xavfsizlik qoidalariga haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, aynan hozir isitish mavsumi, biz o'sha mana oldimizda ob-havo ma'lumotlariga qaraganimizda sovuq ob-havo kirib kelishi nima qilinmoqda, prognoz qilinmoqda. Albatta, bu sovuq ob-havo kirib kelishi bilan fuqarolarimiz xonadonni isitish maqsadida turli isitish moslamalaridan foydalanishga harakat qiladi. Eng avvalambor xavfsizlik talablariga rioya qilgan holda gaz yoki elektr moslamalaridan foydalanish. Faqatgina standart talablariga javob beradigan isitish moslamalaridan foydalanish, nosoz yoki qo'lbola yasalgan isitish moslamalaridan foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. Agar fuqarolar shu vaqtga qadar bunday moslamalardan foydalangan bo'lsa, mana ko'rsatuvimizdan so'ng zudlik bilan ushbu kamchiliklarni bartaraf etishni men tavsiya qilgan bo'lardim. Bundan tashqari o'sha isitish pechi mo'rlarini tozalash. Agar biz shunaqa holatlarga guvoh bo'lamiz, ko'plab is gazdan zaharlanish holatlari yuzaga kelgan joylarga borganimizda aynan isitish pechi mo'rlarini yoki noto'g'ri o'rnatilganligi
yoki isitish pechi mo'rlari bitib qolganligi natijasida aynan is gazi bilan zaharlanish holatlari yuzaga kelgan. Demak, shundan xulosa qilamizki, isitish pechlarini, mo'rlarini juda tez-tez tozalab turish kerak. Hamda o'sha isitish pechi mo'rlarini faqatgina turli qo'shimcha jihozlarsiz, faqat to'g'riga vertikal holatda o'sha tomdan 60 sm yuqoriga qilib o'rnatish o'sha talab etiladi. Agar ushbu tavsiyalarga amal qilgan holda o'rnatilgan xonadonlar xavfsiz, hech qanday bir ko'ngilsiz holatlar sodir bo'lmasligi mumkin. Bundan tashqari o'sha maishiy gaz ballonlardan foydalanishda ham xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish kerak. Fuqarolarimiz, ya'ni maishiy gaz ballonni o'sha mas'ul tashkilotlar tomonidan tarqatilgandan so'ng o'sha joyida tekshirib olish. Ya'ni tekshirish jarayonlarida ham turli o'sha olov yondirgichlar bilan emas, maxsus o'sha ko'pik bilan tekshirib ko'rish hamda uni xonadon ichkarisiga yoki xonani ichkarisiga emas, xonadan tashqarida o'sha maishiy gaz ballonlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Agar ushbu tavsiyalarga amal qilsa, fuqarolarimizni nafaqat yashash joylari, balki korxona tashkilotlarida bo'ladimi, turli xil ko'ngilsiz holatlar, favqulodda vaziyatlarni oldini olgan bo'lamiz. Bundan tashqari har bir fuqarolarimiz mana shu berilayotgan tavsiyalarga amal qilsalar, nafaqat o'zlari, balki oila a'zolarini ham turli xil ko'ngilsiz holatlardan asragan bo'ladilar. Hurmatli teletomoshabinlar, bizlarga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetmoqda. Keyingi dasturlarimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.